Endi men yo'qlar, yangi mashina olasiz salondan, harakat to'p ozgina urib olasiz, hech qanaqa zapchasini topa olmaysiz. Haval mashinasini olib qo'yganmiz, oldidan ozgina urilgan, lekin hech qanaqa zapchasi yo'q O'zbekistonda. Naqd pulingiz bo'lsa ham sotib ola olmaysiz ekansizlar, faqat zakaz qilasiz, 1 oy kutasiz, 1,5 oy kutasiz. Xullas, mana shunaqa muammolar. Endi akalar bu muammoni chiroyli yechimini qilib qo'yganmiz. Farruh zapchasi degan profil ochib qo'yganman. O'tib olsanglar, u yoqda o'zim Xitoyga borib, nima zapchasi kerak bo'lsa, sifatli, arzon o'zim tekshirib O'zbekistonga jo'natib beraman. Endi hech qanaqa muammo yo'q. Mana shu haval mashinasini ham oldidan urilgan holatida olib qoldik. Pulingiz bo'lsa ham umuman zapchasini sotib ola olmas ekansizlar, chunki nalichada hech qanaqa zapchasi yo'q. Bo'lsa, bamferi yo farasi yo mayda-chuyda detallari bor. Bu qattiqroq urilgani uchun interkuller radiatorlarigacha, sensor simlarigacha ketgan edi. Bizda hammasini mana original holatda olib kelib berganman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Endi muammo bo'lmaydi. Zapchas primoy Xitoydan o'zim topib, sizlarga tekshirib jo'natib beraman. Zapchasinglarning kelish muddati 3 kun, 5 kun va 15 kun. Tanlov o'zingizlarning qo'lingizda. Qaysi yo'nalishda avtokargo, aviakargoni tanlashingizga qarab biz o'shanga chiqarib beramiz.